Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mo'min musulmon birodarlar. Mana bizni hamda shu oynai jahon qarshi o'tirgan barcha qardoshlar. Bizni Andijon shahrimizdagi Jome madrasasidan olib borayotgan ko'rsatuvimizni dastlabki qismini boshlayapmiz. Hurmatli azizlar, mana bizni Jome madrasa masjidini oldingi tarafdagi ko'rinish. Bu masjid Namtalvoy hoji tomonidan inqilobdan oldin qurilgan bo'lib, bu masjidda juda ko'p mo'min musulmonlar birodarlarimiz ibodat qilardi. Lekin inqilobdan keyin bu masjid davlat tomoniga o'tib ketgan edi. Inshaalloh Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, mana bundan 3 yil muqaddam bu masjid mo'min musulmonlar qo'liga yana qaytarib berildi. Masjidimizning asosiy kiradigan darvozasi. Bu masjid inqilobdan keyin juda bir tashlanma holatda edi. Bundan keyin mana bundan 10 yil muqaddam avval bu masjidda bizni hamyurtimiz Bobur nomidagi ko'rsatma muzey bo'lgan edi. Hozir bu Jome madrasa masjidi juda bir muhtoj. Bize markaziy Andijon shahrimizning eski shahar qismi, bu yerda mana bizdan katta bir savdo inshootlari, shunday markaziy mana savdo do'konlari, bolalar dunyosi, kitoblar uylari endi Andijon viloyatini aloqaga joylashgan. Haqiqatda bizning Jome madrasa masjidimiz Andijon shahrining markaziy qismiga joylashgan bo'lib, bu yerda qariyb 150 dan oshiq talaba bolalar bu yerda o'qiydilar. Mana bu Jome masjidimizni taqsimdan reportajimizni davom ettiryapmiz. Mana bu yerda Jome masjidimizning asosiy ichki qismi. Bu yerda hozir juda katta bir ta'mirlash ishlari davom etyapti. Bu yerda albatta bu xonada juma kunlari bizni ayollarimiz kelib, bu yerda mana har xil mana diniy mavzularni eshitib, ibodat qilib ketadigan joy. Mana bu orqa qismdagi shu masjidning bog' qismi hisoblanadi. Buni ichki qismidan mana reportajni davom etyapmiz. Mana bu hujralarda talabalarimiz qo'shni jumhuriyatlardan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan talabalar bu yerda mana ham ibodat qilib, ham ilm o'rganishadi. Bizning masjidlar asosan sharqiy usulda qurilgan bo'lgan hamma masjidlarimiz.
Mana bu masjidimizni asosiy ibodat qiladigan xonaqalari hamda ayvon qismini ko'rinishi. Buni inshaalloh bundan bir oy muqaddam hurmatli ustamiz Azizjon akamiz hamda u kishining shogirdlari tomonidan bu ayvon tiklangan. Haqiqatda bu yerda juda ko'p ustalarimiz mehnat qilishdi. Davlat tomonidan hech qanaqa bir yordam berilgani yo'q. Hamma shu kuch sarf shu xalq mo'min musulmonlar tomonidan qilingan. Mana bir necha daqiqadan so'ng peshin namoz bo'ladi. Bu yerda mo'min musulmon birodarlarimiz hammalari mana peshinga asta-asta kirib kelishyaptilar. Bu masjidimizga olim, haqiqiy mujohid, hoji Doktor Shayx Abduvali boshchilik qiladilar. Imom xatiblar. O'sha o'tgan yili shu Makka birodarlar borib ziyorat qilib hoji amallarini bajarib kelgan hoji akalarimizdan hisoblanadi. Asosan masjidimizda juma kunlari qariyb 10 mingga yaqin odam to'planib ibodat qiladi. Boshqa kunlari 1,5 ming, 2 mingga yaqin mo'min musulmonlar kelib ibodat qiladilar. Bu avval mana bu tikuvchilik fabrikasini omborxonasi edi. Keyinchalik musulmonlar qo'liga o'tdi hamda bu yerda juda katta bir qurilish ishlari boshlangan. Mana bu yerda hurmatli naqqosh ukalarimiz, tasavvurchi ukalarimiz bunga bezak beryapti. Ayvonni mana ichki ko'rinishini amalga oshiribmiz. Bu ayvon 3 ta gumbazdan iborat bo'lib, asosiy gumbazi mana bu yurishi katta bir o'ymakorlik naqsh bilan ishlangan gumbaz. Hurmatli mana ukalarimiz shu tepa ayvon qismiga naqsh beryaptilar. İchki qismi mana bu xonaqo 3 qismdan iborat bo'lib, katta, kichik va o'rta xonaqalar. Bu yerda mana plastik ustalarimiz tarafdan gullar bilan bezatilgan xonaqa.
Qani mana asosiy qismi bu yerda hurmatdek Xatib imom turib mavzu qiladi, diniy mavzu qiladilar. Mana bu yerda juda katta naqshlar bilan bezatilgan xonaqani asosiy qismi. Mana yerda turib mana juma kunlari xutba qiladigan joy.
Çok yaklaşık makamın bir ortadan yakın olabilir. Lekin bugün değil, halkın yaklaşık. La tükrü uzalarına yürüyüşüyle